kamiga bemalol suvda ham polностью ko'milib ishlab bera oladi. Lekin suvimiz tugab qolgan, ishonsanglar bo'ladi, 100% ishlab beradi. Shurpa yo'rdi вообще jinnis kelgan, universal shurpa. Yog'och ishga ham, metall ishga ham, любой ishga ketaveradi. Kamiga suvda ham ishlayveradi bemalol. Xoslarga obzorni qilib ko'rsatamiz. Bu shurpa yo'rimiz 18 volt kuchlanishda ishlaydi, lekin anchagina baquvvat 48 volt, 68 voltli shurpa yo'rlardan anchagina kuchli. O'zining ichida mana shunday ajoyib nabori chiqadi. Qo'shimcha 4 ta palchka bilan jihozlangan akkumulyatori и zaryadniki o'zida naborida 2 ta akkumulyatorli bo'ladi. Orqalari metallический mix qoqsiz ham bo'ladi. И remenga ushlatib qo'yib tepalarga chiqib ketishga bo'ladigan mana shunaqa ajoyib narsasi ham bor. Endi bu shurpa yo'rimizni sizlar bilan bir ishlashini ko'rib chiqamiz. Bolg'ingizni qayerdadir unutib qoldirgan bo'lsangiz, endi bu muammo emas. Yechimi mana shu shurpa yo'rda. Bemalol mixlarda profilga samolyot qotirish ham hech qanaqa muammo emas. Xohlasangiz kattasini, xohlasangiz kichkinasini. Sariyog'da olib kirib ketaveradi. Bu shurpa yo'rimizni ishlash sizga yoqqan bo'lsa, agar narx sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring, yoki bo'lmasa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.